Xitoy doiralari diniy asabiylikka qarshi turish nomida masjidlarni, sotsialistik yangi yezi qurish nomida milliy qiyofatdagi mahallalarni buzgan bo'lsa, amdilikda ushlashtirish nomi bilan uy bezashni xitoylashtirayotganligi oshkorlandi. Erkin Osiyo radiosining xabar qilishicha, Uyg'ur o'ltiraq turmush madaniyatini xarob qilayotgan ushlashtirish, ya'ni xitoylashtirish to'lqini har qaysi joylardagi uy jabduqlari savdosi qiladigan Xitoy korxonachilariga zo'r miqdorda pul tepish fursati yaratib bergan. Uyg'ur o'ltiraq hayotining namunalari bo'lgan gilam, supa va karvatlarning ko'zdan yo'qotilib, ularning o'rniga Xitoycha shakldagi uy jabduqlarining saplanishi hozir butkul Uyg'urlar diyorida umumlashayotgan siyosiy vaziyatlarning biri bo'lmoqda ekan. Egilinishcha Xitoy doiralari Sharq Turkistonda elib berayotgan bu harakatga 4 milliard yuan xomchut ayrilgan. Türkiye'nin Kayseri şehrida Sharq Turkistonda sog'lomlik va hayotga qarshi elib berayotgan tajovuzchiliklar nomida yig'in o'tkazildi. Aysa Yusuf Aliptekin fondining raisi doktor Ömerqul, Kayseri Teviplar jamiyati va Mustaqil Sharq Turkistonliklar jamiyatining hamkorligida RGS Universiteti Sabancı Madaniyat markazida o'tkazilgan yig'inda so'z qilib, Sharq Turkistondagi zulmga sukut qilaversak, texmi cho'ng yo'qotishlar bo'ladi dedi. O bugun milyonlarca kishining faqat musulmon deganligi uchun lagerlarga qamalganligini, buning inson qalbidan chiqqan bir qilmish ekanligini bildirdi. Sharq Turkiston fondining boshlig'i doktor Moyiddinjon Uyg'ur bo'lsa, Sharq Turkistondagi vaziyatning inson uchun nomus ekanligini, bir turk, musulmon va doktor bo'lish sifati bilan kunlarining azobli o'tayotganligini aytdi. Yig'inning oxiri savol-javob shaklida elib berildi. 2020 yılı 9 yanvar kech saat 7'de Gollandiyada o'ltirishlik Aysa Qarajim, Rajab, Oblikim ham Avstraliyadan kelgan Hörgül xonim va qizlari birlikda Sharq Turkiston informatsiya markazini ziyorat qildi. Sharq Turkiston uchur madaniyat markazi raisi Abdujal Qarqash mehmonlarga xabar, axborot va film tarjima xizmatlarini tafsili tonishtirdi. Aysa Qarajim va Avstraliyadan kelgan mehmonlar Sharq Turkiston informatsiya markazining xizmatlarini taqdirlashdi, bo'libmi tarjima qilingan filmlarni nihoyat yoqtirganligini ta'kidladi. Shundaqla Avstraliya Uyg'ur jamiyatining buningdinki moddiy ma'naviy jihatdan yordamlarini ayamaydiganligini davomli qasd qo'shadiganligini bildirishdi. Rais Abdujal Qarqash oxirida Avstraliyadagi barliq qarindoshlarga qizg'in salom yo'lladi. Eronda tushib ketgan Ukraina aviatsiyasiga tava aeroplanga aloqador tekshirishlar davomlashayotgan bir paytda Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar ministrlari O'rta Sharqda yuz berayotgan ishlarni muzokara qilish uchun Brusselda jam bo'ldi. NATO bosh kotibi Stoltenberg va Birlashgan Davlatlar Tashkiloti Liviya vakili Salom qatorliqlarga qatnashgan yig'inda Eron, Iroq va Liviya masalalari muzokara qilindi. Yig'indan keyin o'tkazilgan axborot e'lon qilish yig'inida so'z qilgan Yevropa Ittifoqi tashqi ishlar alohida vakili Josep Borrell, O'rta Sharqda muqimlik saqlash uchun Yevropa Ittifoqining texmi ko'p tirishchanlik ko'rsatadiganligini bildirdi. Amerika Avam Palatasining boshlig'i demokratchi Nancy Pelosi Prezident Trump haqidagi vazifasidan eptashlash delosining oldimizdagi hafta Kengash palatasiga avatilishini tasdiqladi. Trumpni ayiblash tartibining davomi Cumhuriyetçiler ko'p sonliqni egallagan Kengash palatasida davomlashadi. Pakistanning Afg'oniston chegarasiga yaqin bo'lgan Balojiston o'lkasi Koitda shahridagi bir masjidda sham namozi vaqtida yuz bergan odam bomba hujumida oz deganda 15 kishi hayotidan ayrildi. 19 kishi yaralandi. Koitda saqchi idorasining boshlig'i Abdurazzoq Chima yaralanganlarning ba'zilarining o'lim xavfi borligini bildirdi. Shohidlarning aytishicha, portlash yuz bergan vaqtda taxminan 60 kishi bu masjidda namoz o'qiyotgan ekan.